Profbox All Stars promotorlik kompaniyasi tomonidan kecha va markaziy jang ringdagi 3-shaxs Sobir Hakimov xalqaro toifadagi hakam. Aynan u jangni boshqaradi. Erkibulan jeb bilan boshladi, chap qo'lda ham. Nikulin kuzatyapti jarayonni. Yana jeb Nikulindan. Erkibulanning zarbalarini ko'ryapsiz. Bunisi havoda qolib ketdi. Xo'sh. Chap qo'l. Erkibulanning zarbasi kuchli chiqdi. Va mana bu zarbalar e'tibor bering. Erkibulan. Knockdown holati. Xo'sh. Yana bitta bo'ldi menimcha. Bo'ldi. 3-nuqta tegishini ham kutib o'tirmadi. Afsuski birinchi raundning o'zida g'olib ma'lum bo'lyapti. Afsuski vakilimiz yengildi. Hozir murabbiylar shtabidan e'tiroz bo'lyapti. Nikulin 3-nuqta yerga tegmadi, ya'ni havoda chayqalib turgan, ya'ni tik oyoqda chayqalib turgan deya. Bunday holatda referi ko'zga qarab ham, ya'ni ko'z bir nuqtada bo'lmasa ham to'xtatishi mumkin. Timur Nikulin e'tiroz bildiryapti, lekin bilmadim, foydasiz menimcha. Jang to'xtatildi, Profboxda qaror o'zgartirilmaydi. To'xtatilishi xatomi, to'g'rimi, lekin qaror o'zgartirilmaydi. Profboxda jang to'xtatilgandan so'ng bo'ldi. Erkibulan To'xtar g'alaba bilan tabriklaymiz. G'alaba bilan tabriklaymiz va davom etadi. Bu bilan hisob-kitob va to'g'risini aytaman, endi tili uzun bo'ladi. Tez buni qaysidir boshqa MMA yurtdoshimiz yo boksda qaysidir birini to'xtatmasa, lekin qochadi. Bunisi ham bor, jangdan qochadi ba'zida. Odilxon, qayerdasan? Kim yoki Shahzod Uzoqovmi? Tabriklaymiz, Erkibulan To'xtar g'alaba bilan nishonlayapti g'alabani. Qozog'istondan juda ko'plab muxlislar kelgan, uni qo'llab-quvvatlash uchun. Arenadagi muxlislar joylashgan sektorning bir tomoni deyarli to'lig'icha uni qo'llab-quvvatlayapti. Mana Erkibulan borib hurmat ko'rsatdi Nikulinga ham. Albatta biz ham g'alaba bilan tabriklaymiz sportchini. Kechaning yakuni mana shunday bo'ldi. Markaziy jang birinchi raundda tugadi.
va rasmiy qaror e'lon qilinadi. Победитель этого боя, давайте ваши овации, аплодисменты боксера! В этом ярком поединке, которого так все долго ждали, на первой минуте 20 секунде победу нокаутом одержал Еркебулан Erkebulan To'xtar g'alabalari sonini 2 taga yetkazdi. Ikkinchi jang, ikkinchi g'alaba. Bundan oldingi jangda ham To'xtar nokaut bilan zafar quchgan edi va bu safar ham nokaut bilan zafar quchyapti. Тимур, ты видишь, как народ за тебя так сильно болеет, тебя любит Узбекистан. Это же правда, Ташкент! Ваши аплодисменты Тимуру Никулину! Ребята, всем спасибо, кто пришел. Сегодня я вас подвел, извините. Всегда поддержим бойцов. Это спорт, это спорт. Еркебулан, эти аплодисменты для тебя. Сегодня ты выиграл. Твои эмоции. Как тебе Ташкент? Как тебя встретили здесь, в Узбекистане? Assalomu alaykum, Tashkent. So'zni tinglash kerak. Men mana yerda o'zimni uyda жүргендей sezindim, rahmet. Kelgandan kutib oldi. Mana bala o'yladi. Mana baladan so'ragan negizi. Boyni o's balaga bergan. Сөйткенде кіммен шыққың келеді деген Еркебулан Тоқтармен деді да бұл. Бұл мені өзінің историясына жазғысы келді. А мен бұны өзім историяма жазып кеттім. Бұл ойладым, мынау какой-то актер Қазақстаннан келген. Бізде любой адам разда ұратын білмейді ау деймін. Бәріне рахмет. Сосын, 3-4 персонаж үшін бүкіл халық туралы ондай ойлауға болмайды. Мысалы, Алишер, мен тренерім. Өзбекстанға бірінші рет келді. Халқы қандай күшті, қандай жылы дейді да. Күтіп алып жатыр, тамақ беріп жатыр. Мен анау 4-5 адам үшін бүкіл халық сондай деп ойладым дейді да. Так что солай ойламаңыздар. Халық өте керемет. Мен жақсы көрем, Өзбекстан жақсы көрем. Өзбек халқын жақсы көрем. Біз доспыз. О 4-5 адам үшін достықтан айырылмауымыз керек, дос болуымыз керек. Бірге соревноваться етіп, жарысып, даму керекпіз біз. Сондықтан да, давайте, жарысып, дамайық. Сосын, неге? Еркебулан қайдасың дей бересіңдер. Давай, мен де айтайын. Қалай болады екен бұл, мен де сезіп көрейін. Гол қайдасың! O'zbekiston xalqining mehmon do'stligi haqida Erkebulan To'xtar alohida to'xtalib o'tdi. To'g'ri, menga 3-4 odam yezib tashlagan bo'lishi mumkin, lekin ular bilan butun o'zbek xalqini yomon ko'rib qolmayman deb aytib o'tyapti Erkebulan To'xtar. Va bir tomonda arenani bir chetida hozir Shahzod Uzoqov Erkebulanning oldiga chiqmoqchi bo'lyapti. Bu gapi bilmadim. Umuman olganda yomon ma'noda gap ham bo'lgani yo'q. Shunchaki aytib, mehmon do'stlikka alohida to'xtaldi, lekin bu hech qanaqa millat yoki davlat o'rtasidagi yomonlik emas. Sportchilar o'rtasidagi mana shunday suhbatlar bo'ladi o'zi, buni yaxshi bilasiz. Va odatda mana shunday oqshomlarda yakunda yuzma-yuz kelishadi sportchilar va ko'ramiz, Shahzod Uzoqov chiqayapti jarayon ringga va mana ketdi face to face. Hozirning o'zida uyushtiriladi. Shunday bo'lishini biroz avval ham taxmin qilgan edik aslida. Menimcha bu hikoya MMA olamida davom etadi. MMA olamida davom etadi. Boksdan ekan, bilmadim. Tashkilotchilar ketish kerak. Qaysi promotorlik kompaniyasi ketish kerak. Я уже подрался. MMA olamida bo'lsa tushunarli. Зия, рахмет за вечер, за сегодняшний. Следующий, если с голдом организуешь, будет прекрасно. Нам не важно, где драться.
Нам главное показать людям, что я могу, что он может. Seni kutib, sochlarim oqarib ketdi. Sochimni kestirdim sen uchun. Davlat jang bo'ladi endi. Tashkent, dайте шуму! Mana haqiqiy yakunlandi. Это только спорт. Это только спорт. Kelishdi. Всегда между нашими народами оставалась крепкая дружба. Пусть так будет всегда. Это только спорт. Еркебулан, эти аплодисменты для тебя. Ular uchrashdi kecha ham va bugun mana ringda ham uchrashishdi. Bu yog'i tashkilotchilar, bu yog'i shartnomalar, bu yog'i kelishuv. Ajoyib. Do'stlar, bo'ldi. Shu pallada reportajni yakunlaymiz. Sport telekanalida bir necha soat davomida Toshkentda bo'lib o'tgan ajoyib professional boks oqshomini kuzatdingiz. Ahil ijodiy jamoamiz bir necha soat davomida siz bilan birga bo'ldi. Janglarni Abror Jo'raqulov sharhlab bordi. Nasib qilsa, keyingi efirlarda uchrashguncha xayr deyman. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling.